Yangi hukumat tizimi va dasturi ko'pchilik ovoz bilan qabul qilindi. Hukumat rahbari lavozimiga qaytadan So'ronbay Jeenbekov tayinlandi. Hukumat tarkibidagi 12 ministrlikning 6si 4 vitse-premyerlik xizmatining birida yetakchilik almashdi. Ijtimoiy masalalar bo'yicha vitse-premyer ministrlikka Cho'lpon Sultonbekova, Ichki ishlar ministrligi lavozimiga Ulan Israilov, Qishloq suv xo'jaligi ministrligiga Nurbek Murashov, Yustitsiya ministrligiga Uran Ahmedov, Transport va yo'llar ministrligiga Jamshidbek Qalilov, Fan va Maorif ministrligiga Gulmira Qudayberdiyeva, Ijtimoiy rivojlantirish ministrligiga Talayqul Isaqonova rahbar bo'lib tayinlandi. Mudofaa komitetining rahbari prezident tomonidan taklif qilinadi. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini aniqlashda ijobiy o'zgarishlarga erishildi. Bu to'g'rida parlament majlisida faoliyatidagi bosh vazir o'rinbosari Jenish Razaqov xabar qildi. So'nggi vaqtda qirg'iz-o'zbek chegarasini aniqlash masalasida ijobiy siljishlar yuzaga keldi. Joriy yilda ikki mamlakat delegatsiyalari 5 ta uchrashuv o'tkazishdi. Ayni paytda ham O'zbekistonda muzokaralar bo'lib o'tmoqda, dedi Razaqov. Hokimiyatning boshqa davlat organlari bilan birgalikda O'zbekiston bilan chegara chiziqlarini aniqlash bo'yicha olib borilayotgan ishlarni tezlashtirishni ta'kidlab o'tdi. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasining umumiy uzunligi 1378 kilometrni tashkil etadi. Ulardan 320 kilometri hali aniqlashtirilmagan. Hozirda O'zbekistonda qirg'izistonlik tadbirkorlarning tovarlari ortilgan vagonlar to'xtab turibdi. Bu haqda deputat Mirlan Bakirov Jo'g'org'i Kengash yig'inida bildirdi. Joriy yilning sentyabr oyida O'zbekiston hududida qirg'izistonlik tadbirkorlarga tegishli 300 vagon to'xtab qolgan. Ko'p tadbirkorlar zarar ko'rdi. Hozir yana shunday vaziyat yuzaga kelib, O'zbekiston hududida tadbirkorlarning tovarlari ortilgan vagonlar to'xtagan. Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlari yaxshilanib borayotganini aytmoqdamiz. Shunga qaramay, ko'p tadbirkorlar ziyon Bunday holat o'lka iqtisodiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hukumat bu masalani qo'lga olishi kerak, deb ta'kidladi Bakirov. Hozirda mahalliy kengash deputatlarining ko'p qismini erkaklar tashkil qilib, ayollar kam. Shu sababli hududlardagi ijtimoiy masalalarning hal qilinishi qiyin bo'layotganini Jo'g'org'i Kengash deputatlari aytishdi. Oldinda bo'ladigan mahalliy kengashlarga saylovda ayollarni jalb qilish talab qilinmoqda. Saylovga ayollarni jalb qilishga yo'naltirilgan forum O'sh shahrida bo'lib o'tdi. Unda ko'tarilgan masalalar haqida navbatdagi lavhada tanishasiz. Ayollar forumida Jo'g'org'i Kengash deputatlari taklif etilgan. Ular 100 dan ortiq nomzodga aholi muammolarini hal qilish bo'yicha maslahatlarni berishdi. Masalan, ayollarni mahalliy kengash ishlariga jalb qilish, muammolarni hal qilishda yaxshi natija berishni aytishdi. Ayollar deputatlarda shu aqchan masalasini chechganda men o'ylayman, ayollar ko'proq elga kerakli sotsiallik masalalarni ko'tarayotgan. Xalqaro amaliy me'yorlari bo'yicha Jo'g'org'i Kengash deputatlari mahalliy kengashlarni saylashda 30% dan oz bo'lmagan ayollar deputat bo'lishi kerak. Shu sabab ayollar uchun majburiy kvota ajratilsin degan taklif aytildi. Ayniqsa, nizamlarni qabul qilayotganda bizdagi ko'g'aylarni chekayotganda bizning ayollarning do'shi yetmay qolyapti. Boshimizdan o'tdi. Forumda aytilgan masalalarning yana biri amaldor ayollarni deputatlikka saylash mumkin emasligi bo'ldi. Masalan, Gulsum Bo'riboyeva 2 yil avval ayollar liderligi maktabida saylovlarda ishtirok etishni jonlantirgan. U Qorasu rayonidagi maktablarning birida rahbarlik qilganligi sabab nomzod bo'lishi taqiqlandi. Bugungi buna qo'yilgan жаңы mizon bo'yicha bөгөттү menimcha 6% andan dагы төмөн болот. Менин оюмча, себеби жалаңы лидер, баягы жетекчи аялдар бүгүнкү күнү жергиликтүү парламентке барганга уже как бы укугу жок болуп эсептелип атат да. Xalq vakillari bu yo'l bilan barcha ayollar huquqlari birday bo'lishini maqsad qilishgan. Qaror davlatdan ajratilgan mablag'larni samarasiz foydalanishni oldini oladi. Ошону колдонуп коюшу мүмкүн. Ana mugallimleri, медсестра алар дагы колдонуп, huquqlari birday emas, mumkinchiliklari birday emas bo'lib qolishi mumkin da. Tadbir davomida 3 oblastning nomzod ayollari xalq vakillaridan savollarga javob olishdi. Shu bilan birga saylov jarayonidagi vaziyatlar bilan tanishdi. Jo'g'org'i Kengash deputatlari esa 11-dekabrda bo'luvchi mahalliy kengashlarni saylashda ayollar soni ortadi deb taxmin qilishmoqda.
Bugun O'sh bilan Batken oblastlarining tog'lariga qor yog'adi. Bu haqda Qirg'iz gidromet bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, g'arbdan esgan shamolning tezligi soniyasiga 4-9 metrgacha yetadi. Bishkek bilan O'sh shaharlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Poytaxtimizda kechasi 1 daraja iliq bo'lsa, kunduzi havoning harorati 14 darajaga ko'tariladi. O'shda esa kechasi 3, kunduzi 17 daraja iliq bo'ladi. Tog'li hududlarning yo'llari sirpanchiq bo'lishi kutilmoqda. Qirg'izistonning futbol bo'yicha terma jamoasi filippinlik raqiblari bilan o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazishdi. Uchrashuv 9-noyabrda Manila shahrida o'tgan. Ikkinchi bo'limda birinchi va so'nggi golni Misa Bahadoran kiritdi. O'yin 1-0 hisobida filippinliklar foydasiga hal bo'ldi. Eslatib o'tsak, 6-sentyabrda Bishkekda bo'lgan uchrashuvda Qirg'iziston terma jamoasi 1-2 hisobida yengilgan edi. Endi qirg'izistonlik o'yinchilar 15-noyabrda Bahrayn terma jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazishadi.